bir davlatni cho'ktirish uchun, tanazzulga yuz tutirish uchun hozirgi davrda yadroviy qurollarni, atom bombasini umuman keragi yo'q. O'sha davlatni ta'lim tizimini ishdan chiqarib, o'sha davlatni fuqarolarni tarbiyasini buzsang, davlat o'z-o'zidan cho'kib, ichidan yemirilib yo'q bo'lib ketadi. Assalomu alaykum, sabri qaddidan baland qadrdon millat. Hushyor bo'laylik. Mana shu ketishda bizni davlatimiz ham ichidan yemirilib yo'q bo'lib ketadi. Millat xavf ostida. Kelajagimiz vorislari bo'lgan farzandlarimiz xavf ostida. Men o'tgan galgi videoyimda Nilufar Hamidova ism sharifli bir shaxsni san'at degan sahnadan, katta muqaddas maydondan quvilishi kerak. Bu shaxsga zapret berilishi kerak. Shuni qatori fahshni, zinoni, fuhshni targ'ib qilayotganlarga, tarbiyasizlarga zapret berish kerak deb aytgan edim. Madaniyat vaziriga ham murojaat qilgan edim, lekin bekordan bekorga jag'imni to'ldiribman, vaqtimni ketkazibman. Men Ozodbek Nazarbekovni tuppa-tuzuk odam derdim, sariq chaqali odam emas ekan. Sababini aytaymi? Mana shu Nilufar Hamidova bilan yakzon taxallusi bilan ijod qiladigan ikkita bemazani oxirgi ijod mahsulini, agar buni ijod deb bo'lsa, bemazagarchiligini siz bunga qanday qaraysiz deb mana shu holat bo'yicha jurnalistlar Ozodbek Nazarbekovga savol berib mikrofon tutsa, bizni hurmatsiz madaniyat vazirimiz xalq demokratik davlat xohladi. Davlatimizni demokratik davlat bo'lishini xohladi. Ras demokratiya xohlayapsizlarmi? Demokratiya degani bu erkinlik degani. Bu erkin ijod qilish deyiladi. Endi bunisiga ham chidanglar dedi. Demak, qissadan hissa shuki, xulosa shuki, biz har qanaqangi bemazagarchilikka, har qanaqangi rasvogarchilikka, uyatsizlikka, tarbiyasizlikka, yarim yalang'ochlarga, zinoni targ'ib qilayotgan mana bunaqangi bemazalarga, qo'shiq deb bo'lmaydigan bir musor mahsulotga chidashimiz kerak ekan. Buni madaniyat vaziri aytyapti. Siz chidaysizmi? Hurmatli vatandosh. Masalan, men bir ona sifatida, jamiyatni bir vakili sifatida, xalqdan bitta vakil sifatida chidamayman. Meni farzandim o'syapti mana shu davlatda, mana shu vatanda. Meni yoshligimni, butun umrimni, kuch-quvvatimni qurbon qilib, yillarimni bag'ishlagan, naqshdek tarbiyasini ishlagan farzandim kamolga yetyapti shu davlatda. Kecha olmoqchi edim video. Mavzu tamoman boshqa mavzu edi. Lekin kecha bitta juda ham ko'ngilni xira qiladigan holat ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Kulfat bir kelsa ketma-ket keladi deydi-yu. Mana bu holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, buni ko'rib asabiylashib turgan paytimda Ozodbek Nazarbekovni, madaniyat vazirimizni, jurnalistlarga bu bemaza haqidagi fikrlarini bildirgan intervyusi ham tarqalib qoldi. Kulfat birin-ketin keldi. Hammalarni hushyorlikka, uyg'oqlikka chaqiraman. Hurmatli ota-onalar, aziz vatandoshlarim, millatdoshlarim, millatimizni konvoylari, yoshi ulug'lar. Chunki boshimizga juda katta kulfat yog'ilyapti ekan, buni biz bilmabmiz. Sezmayotgan ekanmiz. Aslida bu illat tarqalib bo'pti.
Mana bu holatni ko'ringlar. Hurmatli 8-maktabning aziz o'quvchilari, ijodiy suhbatga elimizning suygan aktrisasi Nilufar Hamidova tashrif buyurgan. Assalomu alaykum. Qani? Boblaringiz lekin beshta tashing qani. Молодец. Haydi boblaringiz. Kim zo'rab tushsa endi biz olgan. Davay. O'ynaganga keyin juri mana mana bitta shu. Ta'lim vaziri qayerga qarayapti? Instagramda ham, TikTokda ham, YouTube'da ham, Telegram kanallarida ham tarqab yotibdi. Madaniyat vazirimizni bu masaladagi fikri, mana shu Nilufar Hamidovaning ijodi masalasidagi fikri butun ijtimoiy tarmoqlarda tarqab yotibdi. Ko'rishinglar mumkin, qidirib topib. Birortanglarning yuraginglar yomon bo'lib qolmasin deb bizni hurmatsiz madaniyat vazirimizni Nilufar Hamidova haqidagi uni ijodi, eng oxirgi o'sha tormi, dutormi degan qo'shig'iga fikrini sizlarga qo'yib bermayapman. Yuraginglar yomon bo'lib, davleniylar oshib ketmasligi uchun. Men davleniyada yuribman kechadan beri. Jurnalistlar mikrofon tutgan bu odamga. Demokratik davlat xohladinglarmi? Mana sizlarga demokratiya. Demokratiya degani bu erkinlik degani. Ular erkin ijod qilyapti. Chidaysizlar deyapti. Qidirib topib ko'rishinglar mumkin. Qidirishinglarni ham hojati yo'q, hamma joydan chiqib kelyapti. Qachongacha indamasligimiz mumkin? Chidaymizmi? Siz chidaysizmi? Indamasdan tomosha qilib, demokratik davlat ekan, bu erkin ijod ekan, demokratiya ekan deb. Chidaysizmi? Demokratik davlat ekanmiz, erkin ijod qilayotgan ekan bular deb hamma xohlagan nog'orasiga o'ynaydigan bo'lsa, siz nima qilib o'zingizni qiynab yursiz, boshingizni tellatib, haftada bir marta boshingizga do'ppi kiyib olib? Kimni aldamoqchisiz siz, Ozodbek Nazarbekov? Kimni ko'zini bo'yamoqchisiz? Kimga yaxshi ko'rinmoqchisiz? Go'yoki bir nimalarni qoyillatayotgandek. Og'zingizdan chiqayotgan gap bilan tutayotgan tutumingiz, qilayotgan xatti-harakatingiz bir-biriga umuman mos kelmayapti-yu. Ta'lim vaziri qayerga qarayapsiz? Oldingi ta'lim vazirimiz ham hech narsani qoyillatmagan edi. Bunisi ham xuddi shunday. Ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha mas'ul bo'lib qolganmi? Kim bo'lib qolgan? Umarova xonim, siz vazirlik davringizda ham hech narsani qoyil qilganingiz yo'q. Endi ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha javobgar bo'lib qoldingiz. Endi biron nimani qoyillating. Men mana shu jamiyatning bitta a'zosi sifatida, shu xalqdan bitta vakil sifatida, bir ona sifatida mana shu bemazani maktabga taklif qilgan o'sha tadbirni, maktabda uyushtirilgan tadbirdan tashkilotchisini, uni maktab darvozasidan mehmon bo'lib o'sha tadbirga kirib qatnashishiga ruxsat bergan maktab rahbarini ishdan olinishini talab qilaman. Chora ko'rilishini talab qilaman. Biz ijtimoiy tarmoqlarda ham hatto ijodiga zapret qo'yilsin, sahnaga umuman chiqarilmasin deb turgan paytimizda xalq buni so'rayotgan vaqtda maktabgacha kirib borgan ekan. Demak, o'sha gap ta'lim tizimi mana bunaqangi erkin ijod qiladigan, zinoni, fahshni targ'ib qiladigan ahmoqlarga maktab degan ulug' dargohni darvozasini lang ochib beribdi, demak ta'lim cho'kibdi. Tarbiya ham mana shularning orqasidan buziladi. Buzilmaydi deb kim aytadi?
bolasini har kuni maktabga vaqtida ketib, vaqtida kelishiga, darslarni o'z vaqtida tayyorlayotganiga, har bitta o'tilayotgan darsda maktabda sinf xonasida o'tirganiga, qatnashayotganiga e'tibor beradigan, buni kuzatadigan ota-ona ishoning juda kam. Sizni orangizda ham bunaqalar juda ham kam topiladi. Nimaga? Pul topish bilan ovora hozir ota-onalar. Bola chaqani qornini to'ydirish bilan, boqish bilan, ustini butun qilish bilan, maktabda ololmagan ta'limini repetitorga borib, kurslarga borib o'qishi uchun pul topish bilan band. Bola bilan ishlagani, bolaga e'tibor bergani umuman vaqt qolmayapti. Mana ahvol nima bo'lyapti? Kechadan buyon davleniyam chiqib yotdi. Kechadan buyon asabiylashib, o'zimni o'zim bosa olmayapman. Sal jahldan tushay, sal asabimni bosay deb kecha olmoqchi bo'lgan videoyimni bugunga qoldirgan edim. Qarasam befoyda, nofila. Esimga tushgan sari asabim buzilyapti. Hurmatli ota-onalar, hurmatli buvilar, dodalar. Bu holatga jiddiy qarashlaringizni, o'zingizlarni munosabatinglarni keskin, jiddiy munosabatinglarni bildirishinglarni so'ragan bo'lardim. Chunki davlatni kelajagi yosh avlodda ekan, o'sha yosh avlodni yetishtiradigan, tarbiya qiladigan, davlatga yetkazib beradigan, yetishtirib beradigan mas'uliyat, butun mashaqqat siz bilan bizni bo'ynimizda. Bizni zimmamizda. Biz o'zimizdan kechib, halovatimizdan, sog'ligimizdan kechib, bolamga yaxshi bo'lsin. Men ko'rgan qiyinchilikni bolam ko'rmasin. Menga bo'lmagan yaxshi sharoit bolamga bo'lsin deb ter to'kib, kimidir ota-onasi chet davlatlarda ming xil qiyinchilikka chidab, it boylasang turmaydigan sharoitlarda ishlab, pul topib, bolamga, chaqamga yaxshi joylarda o'qisin, chiroyli kiyinsin, yaxshi zo'r kitoblarda o'qisin deb pul topish bilan ovora. Lekin mana bunaqangi 5-6 ta bemazani qilayotgan qilig'ini qarang. Men mana shu Nilufar Hamidovani maktabga kiritgan o'sha tadbir tashkilotchisini ham, o'sha maktabning rahbariyatini ham unga ruxsat bergan kimki bo'lsa, mana shu tadbirning boshida, shu ahmoqgarchilikni boshida xalq dushmani deb bilaman. Davlat dushmani deb bilaman. Xoin deb bilaman. Fahm farosati, aqli hushi joyida odam maktabga olib kirmaydi. Olib kirsa ham sal aqli boshiga to'plansin, uyalsin. Yoshlardan uyalsin, mana bolalardan uyalsin deb olib kirgan bo'lsa ham, mana bu bemaza qo'shig'ini kuylashiga yo'l qo'ymasligi kerak edi. Qarshilik bildirish kerak edi. TikTokda, Instagramda, YouTube'da, ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan bu qo'shiqqa biz bu yerda e'tiroz bildirib, o'zimizni munosabatimizni bildirib, yo'qolsin, zapret qo'yilsin bunga deb tursak, bu to'g'ri katta xolasini uyidek maktabga kirib, bolalarimiz orasida shu qo'shiqni uyalmay kuylayapti. Siz bunga chidaysizmi? Demokratiya ekan, erkin ijod ekan deb. Siz befarq bo'la olasizmi? Men bir ona sifatida, bir ayol sifatida, jamiyatni bir vakili sifatida umuman jim qarab tura olmayman. Menga bunaqa demokratiya kerak emas. So'z yakunida bir narsani aytmoqchi edim. Hurmatsiz Ozod Nazarbekov. Jilovlanmasdan, boshqara olmasdan, evosh qila olmasdan davlat siyosatini, demokratik davlat ekanligimizni ro'kach qilavermang. Xo'pmi? Madomiki mana bu bemazagarchilik bizning madaniyatimizga, bizning mentalitetimizga umuman to'g'ri kelmaydigan, ijod deb bo'lmaydigan bir o'yin musorni ham erkin ijod deb qarar ekansiz.
bekordan bekor milliyligimizni, madaniyatimizni targ'ib qilyapman deb odamlarni ko'zini bo'yab, bir haftada bir marta boshga do'ppi kiyib, boshni qiynab terlatmang. Befoyda. Siz kimni aldayapsiz? Kimni ko'zini bo'yayapsiz? Milliy madaniyatimizni targ'ib qilyapman deb. Shumi sizni milliy madaniyatimizni asrab avaylayotganingiz? Shumi bizni milliy madaniyatimizni targ'ib qilayotganingiz? Shumi sizni madaniyatimizga qilayotgan xizmatingiz? O'tgan videoda siz haqingizda yaxshi gaplar gapirgan edim. Insonlar fasllardek o'zgaruvchan bo'lar ekan. Yo sizga vazir degan lavozim yarashmabdi, yoqmabdi. Yoki men sizni noto'g'ri tanigan ekanman. Yaxshi inson, hurmatga loyiq odam degandim. Bir tiyinga qimmat ekansiz. Hurmatli vatandosh, hurmatli dindosh, so'z yakunida hammani uyg'oqlikka, ziyraklikka chaqirib ikki kalima so'z aytaman. Mindik bir alomatga ketyapmiz qiyomatga. Hushyor bo'ling, mardona bo'ling, ziyrak bo'ling. Hurmatli vatandoshlar.